Guliston-Toshkent-Chinorkent yo'nalishida poyezd qatnovi yo'lga qo'yildi. Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi Chinorkent bekatigacha 28-martdan poyezd qatnovi yo'lga qo'yildi. Bu haqda Sirdaryo viloyati hokimligi xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu elektropoyezd Gulistondan Chinorkentgacha bo'lgan masofani 3,5 soatda bosib o'tadi. Gulistondan Toshkentgacha 20 ming so'm, Chinorkentgacha kattalar uchun 40 ming so'm, bolalar uchun 23 ming so'm. To'lovni Atto transport kartasi yordamida to'lash yoki chiptalarni temir yo'l chiptaxonalaridan ham xarid qilish mumkin. Barcha shart-sharoit, isitish va sovutish tizimiga ega bo'lgan elektropoyezd vagonlari keng, shinam va xavfsizligi bilan ajralib turadi. 6 ta vagondan iborat bo'lgan mazkur elektropoyezdning umumiy sig'imi 586 yo'lovchiga mo'ljallangan, deydi O'zbekiston temir yo'llari AJJ shahar atrofida yo'lovchi tashish mijaji marketing va servis xizmat ko'rsatish bo'yicha direktor o'rinbosari Dilmurod Ubadullayev.